Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi, zo'rmisizlar? Familiya kompaniyasida uyda o'tirib ishlash imkoniyati bor. Aynan farzandlaringiz bilan, yosh bolangiz bilan birgalikda bo'lib ham uyda o'tirib bemalol o'zingizni shaxsiy biznesingizni boshlash imkoniyatingiz bor. Misol uchun, siz familiyalikda kelingiz va ro'yxatdan o'tib, o'zingiz uchun kerakli bo'lgan mahsulotlarni 350 ming so'm mahsulot xarid qildingiz va siz biznes boshlay oldingiz. Mana shu biznes boshlaganingizdan keyin kompaniya sizga quyidagi imkoniyatlarni taklif qiladi. Har 21 kunda oylik daromadlar, bola puli, staj ketadi, mukofot pullari, bonus pullari, rivojlanish bonuslari, ofis ochsangiz, ofisdan olinayotgan daromad turlarini kompaniya sizga taqdim etib boradi. Buning barchasi Fabilik orqali amalga oshirsangiz bo'ladi. Hozirgi kunda men o'zim komandamda 30 ta yangi hamkor olyapman. Bu hamkorlarni mana shu 21 kun ichida men o'zim ularga dars berib, abituriyentlar orqali o'rgatib, ularni daromadga olib chiqmoqchiman. Agar siz ham ular ro'yxatida bo'lishni xohlasangiz va mana shu potokda qatnashadigan bo'ladigan bo'lsangiz, menga tezda murojaat qilinglar. Men sizlarga noldan boshlab daromadga chiqish yo'llarini o'rgatib boraman.